Obzorimizda Yadi GT60. GT60'imizning fishkasi zadniy xodlari ham bor. Ko'rayotganingizdek zadniy xodlari ham bor. Ikkita rejimda yuradi, Eco Sport. Ko'rayotganingizdek amortizatorlar juda ham yumshoq bo'ladi buni. Skuterimizning tormozlari jismli bo'ladi. Oldi oporni diska bilan jihozlangan. Skuterimizning orqa приводni tortadi. Akkumulyatorga keladigan bo'lsa 72 volt 38 amper bo'ladi. Siz bu skuterimizdan to'liq zaryadga bilan 85 km masofadan ortiqroq yurishingiz mumkin. Garantiyasiga keladigan bo'lsa 20 ming probeg yoki 2 yil garantiya beriladi. Bu skuterimizning TCS rejimi bor. U nima deydigan bo'lsanglar, qorda, yomg'irda sizni sirg'anib ketmasligi uchun ishlaydi. Bu skuterimizning HTS degan rejimi bor. U qanaqa deydigan bo'lsanglar, tepalikdan tushayotgan sizlarni stabil skoорость bilan ta'minlab turadi. Bu skuterimizning komplektida bitta pult chiqadi, beskluchovoy dostuplar ham bor. Bluetooth orqali ishlaydi. Agarda sizlarga bu skuter qiziq bo'ladigan bo'lsa, yangiga podpiska tashlab qo'ying. Shu videomizning kommentariyasiga plus belgisini qoldiradigan bo'lsangiz, bu skuterimiz haqida sizlarga batafsil ma'lumot berishadi.